O'sha Trenteyu brendda bo'lgan feromonoviy atirlarni men sizlarga obzorini qilib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Tak, живо obzorini qilib beray sizlarga, tushsanglar. Tak, ochamiz. Bu feromon qaysidir odamlarga yoqib, qaysidir odamlarga yoqmaydigan emas, hammaga bir xil yoqadigan eng ходовой hidi men sizlarga aytaman. Eng gold tipi bu. Ya'ni hammaga bir xil yoqadigan. Bu originali, to'xtamaysan, to'xtama degandek bilinadi. Bu original xatdan bilsanglar bo'ladi. Ochganingizda ichida yozuv bo'ladi. Tak. Yozuv bo'ladi. Ustida unaqa nakleykasi bor. Nakleykani ham o'xshatish mumkin, yozuvni ham o'xshatish mumkin. Ichidagi hidlarida, qopqonlarida farqi bo'ladi. Tak, masala yoz. Olib ko'rsataman. Tak. Bunaqa gold ko'rinishda bu. Mana ko'ryaptimi? Idishini o'ziga ham don't stop deb yozilgan, mana g'adir-budur bo'lib turgan bo'ladi. Mana ko'rasizlar? Bu degani to'xtamaysan degani olinadi. Bitta ochiladi. Ko'p emas. Ko'p emas. Bundoq olinib 1-2 sepiladi. Mana sepilishini ham ko'rsating. Wow, hidini. Wow, hidini. O'zi bittaga. Voy. Ya. Anaqasi spirti rangini oldi yog'i bilan. Tak. Nima uchun paketingizdan shuni hidi kelib qoladi deysizlar. Ku nimaga siz yuvargan hid keladi deysizlar. Birinchidan mana bunaqa paketlarda jo'natamiz. Mana viloyatga boshqaga jo'natgandan keyin mana bunaqa joyiga bu o'zi qatdan chiqib ketgan bu atir savdoga kirib kelishi bizga qabul qiluvchi, yuboruvchi degan joyga biz, например, bunaqa yozamiz, например, bir nima yozamizda xato ketib qolganda, o'shanda atirni bundoq qilib o'chirganda, mana shu atir hidi, men bu atir bilan bu narsamni ochib ichiga solganda, mana shularning hidi qo'shilib ketadi. Yoki umuman atir sepmagan taqdirda ham men buni klyonkani hidi kelmasin deb bitta tovarlarni o'ziga sepib qo'yganimizda ham hidi bemalol bir hafta, 5 kun bemalol 3-4 kun turib beradi. Tak. Ko'rishingiz mumkin qizlar, savdoda, sotuvda ishlaydi. Har xil feromon deb yozilgan suvga tualetniy voda qo'shilgan emas. Mana shunaqa bo'ladigan narsa olishinglarni maslahat beraman. Yo, feromon emas, обычный kerak deydigan bo'lsanglar, hozir ikkinchi anaqani ham ko'rsataman. Ravza ko'rsataman. Hozir Ravza olib kelib beradi unisini ham. U ham обычныйsi. Demak, sepib yurgan atirimizni oldin 1-2 bo'ladi. Har qat'iy erlar jinni bo'lib qolardi. Hozir bu o'shani murakkablashtirgan, ularda ancha aqlli bo'lgan varianti. Ko'rishingiz mumkin. Uy, jonim. Erkaklarga ham, ayollarga ham bor. Mashinaga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zingizlar uyga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Sepib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir любой serial, kino, любой narsa ko'rsanglar, sekingina anaqasini ustida, kamutini ustida mashib turgan bo'ladi, qizlar. Sekingina mashib turgan bo'ladi. Любой atir qo'ysa, bitta mana shu atirimizdan bitta mana shunday turgan bo'ladi servantining oldida.